Mana bugun azizlar islom olamidagi ulug' payg'ambardan biri Eidul Adha, ya'ni Qurbon hayiti kuni. Butun dunyo musulmonlari bu kunni katta tantana bilan nishonlaydi. Bu kunlarda Alloh yo'lida qurbonliklar qilinadi. Ibrohim alayhissalom davridan beri davom etgan bu tarixiy ibodat Hijriy 2-yilda musulmonlarga ham joriy bo'ldi. Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilishga buyurildilar. Solih ota va solih farzand bu buyruqqa labbay deb javob berganlarida Alloh subhanahu va taolo qurbonlik uchun katta qo'shqarni ato qildi. Bugungi kunda ham musulmonlar Alloh taoloning bergan ne'matlariga shukrona sifatida qurbonlik qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni azim sha'nida shunday marhamat qiladi: "Ista'inu billah fasolli robbika wanhar." Sadaqallohu azim. Bas Robbingiz uchun namoz o'qing va qurbonlik qiling. Kavsar surasi 2-oyat. Ushbu oyat karimani ulamolarimiz qurbonlikni vojib ekanligiga dalolat qiladi deb tafsir qilganlar ekan. Shunga ko'ra qurbon hayiti kunlari Alloh taologa sevimli, eng yaxshi ish qodir bo'lganlarning qurbonlik qilishi hisoblanadi. Qurbonlikka a'zolarida hech qanday ayb nuqsoni yo'q. Tuya, qoramol, qo'y va echki so'yishlik mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda shunday marhamat qildilar: "Azzimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum" dedilar. Ya'ni qurbonligingizni kattaroq qilinglar, chunki ular sirat ko'prigida sizlarga ulug' bo'ladi deb aytganlar ekan. Bu Imom Daylamiy rivoyatlarida kelgan hadis ekan. Demak, qurbonlikni avvalo o'zini tushunib olishimiz kerak. Qurbonlik nima degani desa, ulamolarimiz aytadilarki, qurbonlik Alloh taologa yaqinlik hosil qilishlik uchun so'yiladigan jonli tushuniladi. Qurbonlik ham azizlar bir necha turli bo'ladi. Bularning birinchisi qurbon hayiti kunida so'yiladigan vojib qurbonlik. Aynan biz ushbu kunda turgan puli nisobga yetgan kishiga vojib bo'lgan amal bu qurbon hayiti kunida so'yiladigan qurbonlik bo'ladi. Ikkinchisi